أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli sınıftaşlar, bugün dersimizdeki birinci babı ilmul maani'ninki asası kısmı. Birinci 8 bölge emas mi? Şunun birincisi ahval el-isnadul habari keldik. Biz dersini başlaştan ilgili ötken mezmunlarını bir qur əslab etəyli. Biz kitabımızı başlayan dəstəbki məzmunda balağat, fasahat haqqında toxtulub, fasahat kelimedə, kalamda, mütəkellimdə təbiludu. Balağat kelime ilə kalamdan təbiludu. Kelimedeki fasahat deganimiz şu kelimeninki tanafrul huruf, garabet, muhalefetli kıyastan hali oluşu. Kalamdaki fasahat deganimiz şu kalamdan tanafrul kelimat, da'aful ta'lif, ta'qiddan hali oluşu. Ta'qid ikkiga bölündü. Birisi ta'qid ma'naviy, birisi ta'qid labzi. Ondan keyin balag'at, kalamdagi balag'at deganimiz jumlaninki halning taqozosiga mos kelishini, e'tiboran munosib shaklda jumla qurullarini ep kelish degandek bir qur mazmunlarni so'zlab o'tgan. Shuning bilan shu mazmunlarning ichidan bizning balag'at degan mushu fanni umumi mükemmelleştiriş için keterlik bilimlerini birden sanat çıkan. Yani huruf tanafrul kelimatlarını arayalışımız. Bu bizden zavqı münasebetlik mesele. Sözlerden terkibindeki garabetlerini ayırıp çıkarışımız. Bu bizden edebiyat olan düşüncemizde münasebetlik mesele. Muhalefetli kıyas meselelerini hal kılış. Bu bizden serif olan düşüncemizde münasebetlik mesele. Da'fı ta'lib bilen ta'qid labzi diki hatabı şu işlerini ayırıp çıkışımız bu bizden nehvi doğrusundaki bilimimizde münasebetlik mesele. Dep kelip iki narsa eşip kalgan. Birisi kalamdaki etibarı münasip kalması kelişini muqtadai halga doğru kelişi. Yana birisi ta'qid ma'naviy olgan. Biz bu iki meseleni ilmul maani ve ilmul bayan arqali hal qilmoqchi bo'lib, kitobning asosiy mazmunini cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgandik. Yani birinchi bab ilmul maani, ikkinchi bab ilmul bayandir. Ilmul maanini ahval al-isnad al-khabari, ahval al-musnad ilay, ahval al-musnad, al-qasr, al-insha, fasl wasl, itnab ve icaz ve musavat 8 turga bo'lib dersimizni oxirlashtirgandik. Ondan keyin kitabımızın birinci babı ilmul maaniga kelgan vaqtida biz kalamni ikkiga bo'lib olgandik. Ya'ni kalamdan reallikqa solishtirg'ili bo'ladigan mayli rasulsun yolg'on bo'lsin, udul bo'lsin bir nisbati bo'lsa, buni biz jumla xabariya degandik. Bu to'g'riliqni sizlarga tushuntirish bergandik. Agar kalamninki reallikqa solishtiradigan nisbati bo'lmasa, reallikqa bir nisbati bo'lmasa, bu kalamni biz insha degandik. Insha haqida biz inshalikin to'xtalamiz. Endi shu xabar jumlani al-kalamul xabariyaga jumlatul xabariyani biz qurilmalarini ajratish orqali bir xabar jumla Tüendekidek bir qancha mazmunlarni o'z ichiga oladi. Birisi bu jumlada cho'qim ikki bo'lak va asosiy musnad ilay bo'lak va musnad bo'lak va o'shqisda o'tirdiki aloqa. Bu o'rindan musnad, isnad, musnad 3 bahsi chiqqan. Undan keyin jumla ya qasr bilan ifodalanadi, jumlaning mazmuni yoki qasrsiz ifodalanadi. Bu yerdan qasr chiqqan. Andan keyin jumlamiz xabar inshoda ikkiga bo'ldik emasmi? Bu yerdan insho chiqqan, buni tabiiy qo'shimizda. Andan keyin jumlaning masalasi agar ismiye olup kalsa işte olur. Fiiliye olup kalsa fiilninki özünün ikisinden başka münasebetlik taraflar bulurdu. Mef'ulun bi, zarf, halet degendek bir taraflar olurdu. Bu noktalardan ahval mutaallaqatul fiilde bir bahsi olgan. Ondan keyin biz bir cümlenin meselesini yetkilip çıkandan keyin eğer cümleler köp olup kalsa, yani bir abzasda bir qancha jumla bo'lib qolsa, jumla ya vav bilan bog'lanadi, ya vavsiz bog'lanadi. Bundan biz fasli va vasli deb bir dona bahsin birini qo'shgandik. Undan keyin shu jumla ifodalamoqchi bo'lgan mazmunni
şunun olmaz şekildeki ibaretler bilen ifadeleş, yoki onun artıq ibaretler bilen ifadeleş, yoki onundan kam ibaretler bilen ifadeleş. Bu noktadan istinad ijaz musavat deb 8 türünü chiqirib olgandik. Bugun endi bizning boshlaydiganimiz yani şu 8 türününki birincisi ahval al-isnad al-khabari. Ahval al-isnad al-khabari. Biz bayat mudab o'tdik, necha kundan beri davomli ta'kidlayapmiz. Isnad deganimiz jumladagi ikki plakning o'rtasidagi munosabat. Bunda olğaçqa biz avval başlanmaq kelayli. Arab tilida cümle fakat iki türlüklen buludu. Birisi cümle ismiye, yani birisi cümle fiiliye. Bunu yengil çöndürge vaktimizde cümle isim bilen başlansa isimlik cümle, fiil bilen başlansa fiillik cümle olurdu. İsimlik cümle ile fiillik cümlenin ne farkı var dese, isimlik cümle normalda subutni ifade ediyor. Muqim bir hukmni ifade ediyor. Mesela Muhammed Tavil, Muhammed igiz dese, Muhammed'in igizliki bugün ayette bir iki günün içinde özgürlük kalmaydı. İgiz oldu, igiz buludu ahirgece. İgiz oldu, igiz buludu ahirgece. Ama fiillik cümle dese, del bunun aksi hudusni ifade ediyor. Yani muayyen bir vakitte bir işin yüz bergenlikini, safara Muhammed sefer kıp ketti bir zamanda mesela. Muhammed yezhebu ila suq. Muhammed ketiyotidi bir şirkatning yuz berganligini ifodalaydi. Lekin to'xtab qolish uchun shirkatga davom qilmaydi. Endi bu jumla ismiya bilan jumla fiiliyaning asosliq ma'no ifodalash alohidligi shu. Jumla ismiya subut, muqim hukmni ifodalaydi. Jumla fiiliya shirkatning yuz bergan hukmini ifodalaydi. Tabiiyki qarinalar bilan, boshqa dalillar bilan jumla ismiyadan istimror chiqadigan ahvollar bor. Cümle fiiliyadan mı istimrar tecaddüd çıkıdığan ahvallarım var. Bu başka qarinalarninki nemesi alahidligi, başka qarinaning alahidligi. Mesela la ya'lafu dirhamul madrubu surratana laki yamurru alayha ve huwa muntaliqu degan müşşerin o'zida ve huwa muntaliqu degan jumla ismiya olsa-mı, lekin davomli minib turadi. Bizning haqiqiy mol mulkka bo'lgan qiziqishimiz yo'q, bizning deb shoir o'zini maqtab. Biz mal dünyaya qiziqmaymiz biz. Tengiler bizning Ford mal bundaqı hamyollarımızga da tumaydı bu Ford mal. O pullar lakin yamurru alay davamlıq ötüp durdu ve huwa muntaliq üzlüksiz. Bunda menatgan holatda üzlüksiz de istimrarni ifodalaydi. Jumla ismiya bu. Biz bayatning jumla ismiyaning to'liq alohidligi subutni ifodalaydigan bo'lsak-mı, lekin qarinalar bilan mayli hal qarinasi olsun, mayli maqal qarinasi olsun, qanday shaklda olsun, ma'lum qarinalar bilan jumla subutlikdan istimrorni ifodalaydigan holatlar. Ama bu tabiiy ahvol. Jumla fiiliya desak-mi, bayatimiz hudusni ifodalaydi. Ba'zi vaqtda nimani ifodalab qolgan ahvollar va istimrorni ifodalaydigan ahvollar bor. Masalan, inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil ashiyyi val ishraq. Ashada yusabbihna davamlı qanaq turdu, tasbih aytib turdu, tasbih aytib to'xtamaydi, tasbih aytib turdu. Yana bir she'rda va kullama waradat ukaza qabilatun ba'athu ilayya arifahum yatawassamu degani davamlı qarsam qaraydi. Yani ukaz bozorga bir qabila shunday kelsa, menga o'zininki vakil cho'nglarini avatib, meni mushta kuzdidi deydi. Davamlı kuzdidi, qarvaladi. Bu bir xil shirkatning yuz bergandimi istimrar şekilde bulunduğun, yeni bulunduğun bunda istimrarını ispat edilen ahvallarım var. Demek hem de okuyucular dersini başlaştığı ilgili şunu düşünüyorlar ki normalde cümle ismiya oluşunun mu bir ifade edilen manası buludu, cümle fiiliyenin mi ifade edilen manası buludu ve bazı qarinalar şekillengen ahvallarda cümle ismiyanın mu gayrimani ifade edilen xuddi istimrarni ifade edilen cümle fiiliyenin mu özündeki hudusdan başka mani ifade edilen Allah'ınlıklar bulduğanlıqını qanaq ötdük, düşünüp ötdük. Endi meyli cümle ismiya bolsun, cümle fiiliye bolsun, meyli subutni ifadelesin, meyli hudusni ifadelesin, meyli istimrarni ifadelesin, bir yerde bir lam nokta var. O olsa mı? Musnad ileydin tarkib topgan bir cümledeki maksat qarshi tarafga bir mazmun ifodalash. Ana shu mazmun isnod hisoblanadi. Ana shu mazmun isnod deymiz. Muhammed talibun. Mush cümleden qarshi tarafga ifodalamoqchi. Muhammadning o'quvchi ekanligini, dal Muhammadning o'quvchiligi
cümlenin isnadı oldu. Yani cümledeki asasi maksat oldu. Şu noktadan, ilmi noktadan Abdur gapni şu yerden başladı ki la şekke fi enne qasdel muhbir bi habarihi. Ne demek muhbir degeni cümlenin sözlügücü degen ma'noda. Aniqki cümleni sözlügücünün özünün cümlesi bilen bolgan maqsadi bi habarihi habar şu habar cümlesi demekçendi. Sözlügücünün özünün haber cümlesi bilen bolgan maqsadi muhatapga bir ma'noni ifodalash. Qanday ma'no ifodalasa, ishqi bir narsa bildirmoqchi. Mana bu jumlaning asosiy maqsadi. Mana bu jumlaning isnat qismi. Isnat qismi. Masalan, Zakariya alayhisalomning hikoyasida Alloh subhanahu va taolaning Robbi inni wahunal azmu minni. Bir narsa demoqchi, mening qirib qoldi, put qo'llarim bo'shab qoldi, so'ngaklarim ojiz. Bir narsa demoqchi har holda. Meni aynı cümlede ifadelanayotgan mazmun maqsad olsun yoki mush orqali buning keynini ifodalanmoqchi bo'lgan boshqa maqsad olsun, bir narsa ifodalanmoqchi ish qilib. Ondan boshqa safara Zaydun desa, Zaydning safar qilganligini ifodalanmoqchi. Demak, shuning uchun vasaqildiki, har qanday jumla bir isnodni ustiga oladi. Ya'ni bir maqsadni ustiga oladi. Mal muhim nuqta. Unda olgandan keyin Abdurda o'tadi va yufidul muxbir şu cümleni digüçi, yani men yuridul ixbar degeni şu cümleni demekçi olgan, bizga yetkizmekçi olgan, xabarni yetkizmekçi olgan odam muhatapga ikki mazmunni ifodalaydi. Asosiy ikki mazmun yani. Ikki mazmun degeni ikkidan boshqa jumlada ifodalangan mazmun yo'q demekçi emas. Ikki mazmun jumladan chiqadigan asosiy mazmun hisoblanadi. Birinchisi al-hukm. Al-hukm degeni jumlaning mazmuni. Birinci ifodalamoqchi bo'lgani jumlaning mazmunini ifodalaydi. Qarshi taraf jumlaning mazmunini bilmaydi. Muhammad safar ketdi. Ma do'stim Muhammadning safar qilganligini bilmaydi. Men deymanki, safara Muhammad. Men bu do'stimga Muhammadning safar ketganligini bildirmoqchi. Mana bu hukm. Hukm degani nima balog'at babida jumlaning mazmunini tushunsanlar bo'ladi. Ya'ni muxbirning so'zlug'uchininki Zaydun qoimun degan so'zi bu bir mazmun, hukmun degani bir mazmun bo'lib, so'zlug'ichi bu mazmunni Zaydning holini bayon qilish uchun qanday qiladi? So'zlaydi. Yutliqu degan qo'yib o'tdi yani. Ya'ni Zayd hozir o'rnidan turug'liq. Men qarshi tarafga, ya'ni Ahmaddan birisi, men Ahmadga qara, Zayd bir necha hafta bo'lgan yetib qolg'ili. Bugun Zayd o'rnidan turibdi. Zaydun qoimun. Zaydning ahvolini aniq deb beryapman. Ya'ni so'zlug'ichi subut yoki intifa mazmunini iroda qilib degani ya bir narsani bo'lishli shaklda ifodalamoqchi yoki bo'lishsiz shaklda ifodalamoqchi. Zaydun qoimun. Bu jumladan maqsadim Zayd o'rnidan turibdi ifodalamoqchi. Zaydun laysa biqoimin. Zayd o'rnidan turmabdi ifodalamoqchi. Demak, so'zlug'ichi bir jumlani akalsa, jumladan asosiy maqsadi ya bir mazmunning bo'lganligini yo bo'lmaganligini ifodalaydi. Mayli nima ifodalasa, jumlaning mazmunini ifodalaydi. Shu mazmunni biz nima deymiz? Al-hukm deymiz. Al-hukm. Bu birinchi maqsad. Har qanday jumlaning maqsadi birinchisi jumlaning mazmunini ifodalash. Qarshi tarafga. İkincisi muhbir, yani so'zlug'ichi şu cümleni, şu mazmunni bilgichi bo'lganligini ifodalaydi, o'zining biladiganligini ifodalash. Masalan, sataqbidu ratibaki akhir ash-shahr. Sizning maoshingizni oy oxirida olasiz. Desa, qarshi taraf gapni anglag'uvchi o'zining maoshini oy oxirida oldiganligini biladi. Demak, jumlaning mazmuni unga nisbatan yot emas. Men onu faqatlam deymanki, men sizning mashallohingizni bilaman demakchi, boshqa narsa emas. Anta hafiztal Qur'on. Sen Qur'onni yodlading. U o'zining Qur'on yodlaganligini biladi. Jumlaning mazmunini uni bildirmasak bo'ladi, bu behojat. Faqat men sening Qur'on yodlaganligingni bilaman demakchi. Anta zahabta ila suq ams. Tunugum bozorga bordim. U o'zining bozorga borganligini biladi. Jumlaning mazmuni unga nisbatan yot emas. Uni ifodalash ketmaydi. ifodalash ketmaydi. Faqat bu yerdagi maqsad mening uning bozorga borganligini biladiganligim demakchi. Demak, jumladan ifodalamoqchi bo'lgan asosiy mazmun ikki. Birisi jumlaning mazmunini ifodalash, yana birisi mening shu mazmunni biladiganligimni ifodalash. Birinchisi nima deb ataladi? Foidatul xabar, jumlaning mazmuni. Ikkinchisi lazim foidatul xabar, jumlaning mazmunining talabi. Jumlaning mazmunining talabi deb manda ataladi.
Endi biz hisobda bayat ikki mazmunni tushundik. Birisi jumlaning mazmunini qanday qilib bildirmoqchi, yana birisi jumlaning mazmunini bildiganligini bildirmoqchi emasmi? Buni bir at qo'yaylik. Va ala hada buning asosan al-xabar ya'ni jumla shuningdan iroda qilinadigan maqsadga asosan ala ma yuradu minhu, undan iroda qilinadigan maqsadga asosan ikki turli bo'ladi. Birinchisi muxbirning so'zlug'ichining muxotabga mazmunni ifodalashi, buni biz foidatul xabar deb ataymiz. Ya'ni muxotabga jumlaning mazmunini ifoda bi ilmi deganni qalamda jillasanglar bo'ladi. Ifadatul muxotab al xabar, ya'ni muxotabga jumlaning mazmunini ifodalash, bu birinchisi. Ikkinchisi so'zlug'ichining muxotabga o'zining, ya'ni muxbirning so'zlug'ichining xabarini, ya'ni hukmni, mazmunni biladiganligini ifodalash. Buni lozim foidatul xabar deb ikkiga bo'lamiz. Unda o'g'anda bir xulosalar tayli, bir jumlani deyishdan maqsad faqat ikki. Birisi jumlaning mazmunini qarshi tarafga bildirish, yana birisi o'zining shu mazmunni biladiganligini bildirish. Birincisi foidatul xabar deb ataladi, ikkinchisi lozim foidatul xabar deb ataladi. Mana bu ikkisi jumlaning asosiy maqsadi. Har qanday jumlaning asosiy maqsadi bu ikki. Endi ba'zida ma ikkidan boshqa bu qo'shimcha maqsadlar bo'ladi tabiiy jumladan. Jumlani so'zlug'ichining bir jumlani deyishdan maqsadi ma yuqorida degan ikki turlik asosiy maqsaddan boshqa qo'shimcha ba'zi masalalar bo'lishi mumkin. Masalan, aktivlashtirish uchun ba'zi gaplarni deb qo'yishi mumkin. Ha, sen bu ishni bir soat ichida tugutalaysan, ha? Sen imtihonda o'tding, ha, bir xil jonlantirish. Uning biladigan, masalan, men dadasi balamdan. Balam imtihon yaxshi apti. Qarasam 100 elib o'tibdi. O'zining imtihondan o'tganligini biladi. Mening biladiganligimni ham biladi. Men vaqtda, "Ha balam, vaqtim imtihonda 100 olibsiz ha" deganim. 100 og'irligingiz men sizga deb beray deganlik emas. Yoki 100 og'irligingizni men bildim deganlik emas. Chunki ikkilisini biladi u. Demakchi, siz ham yaxshi o'qing deb qanaqa qilish, tanshid qilish. Bundan maqsadlar ham bo'ladi. Undan boshqa tahassur, qattiq hasad chekkan vaqtim ba'zi gaplarni qilamiz. Maqsadimiz jumlaning mazmuni yoki mazmuni bildiganligimiz emas. Masalan, Isa alayhisolamning onasi, Maryam alayhisolamning onasi, Maryam alayhisolam tug'gan vaqtida nima dedi? Robbi inni wada'tuha unsa dedi. Ya Rob, men ma qizimni qiz tug'ibdimay ya? Allohga deb demoqchimi u? Nauzubillah, Alloh uni biladi. O'zining biladiganligini deb demoqchimi? Uni biladi. Alloh uni demoqchi, sirtni ifodalamoqchi. Aslida men Baytul Muqaddasga otgan bola bo'lgandan keyin asl Baytul Muqaddasga xizmat qilgan odam akish bo'ldi. Bu qizil tug'ilib qoldi bu deb sirtni ifodalamoqchi. Undan boshqa ojizlikni qanday qilish, ifodalash. Ojizlikni ifodalash. Men mangayman, masalan, men mangayman. Putum to'ku, hammadan biladi buni to'kuligimni. O'tirib qanam ag'inam, men mangayman bilasizlar. Qarang. Muşman men mağamayım, ana la amshi. Desem, mağamaydiganligimni uningga bildirishma, yo'q, biladi u. O'zimning biladiganligimni bildirishma, unimi biladi u. Nima demakchi? Men ojiz odam demakchi. Men ojiz odam demakchi. Undan boshqa Zakariya alayhisalomga malaikalar sizning balang bo'ladi deb xabar berdi. Zakariya alayhisalom dedi: "Ya Rob, inni va huna al-azmu minni. Washta'ala ra'su shayba." Bu yerda "Ya Rob, men ojizib qoldim" desa, Allohga o'zining so'ngaklarining ojizib, chaqirgan aqoligini demakchimi? Alloh bildi demakmi? Nauzubillah, Alloh biladi uni. O'zining bildiganligini bilmakchimi? Yo'q, faqat o'zining ojizligini ifodalamoqchi. Undan boshqa istitof, masalan, o'tirib qaram, "Dada, endi siz mening dadam" deb gap boshlayman. "Anta abi" desam, "Anta abi" degan mush jumlada dadamga dadam ekanligini bildirib qo'ymoqchimi? Yo'q. Mening bildiganligimni bildirib qo'ymoqchimi? Yo'q. Masala mehribonligini qo'zg'ash. O'zi mening dadam, endi sizlar bundaroq qilsizlar degandek bir gapda bu. Undan boshqa tavbih. Bir odam bir yomon ishni birini qilib qo'ydi. Koyib, masalan, bir narsani chaqdi. Da qarasam chaqatibdi. Ha, ma chinini chaqatdingiz. Demakchi, chaqalligini bilmayman, uni chaqalligini bilmayman. Mening bildiganligimni ham biladi. Maqsad nima bu yerda? Unga koyish. Yoki bo'lmasa ko'p kunduzda ketib o'tib bir ishni xato qilib bir usib oldi. Voy hojam,
Küp gündüz ma cuma mı dep koydum. Ma küp gündüz cuma mı desem, qarşı tarafga küp gündüz hazır vaqt, gündüz vaqt deb bildirmek. Ya o emas da. Faqat maqsad qoidani deb tuzmaqmaysiz, deb usulalsiz degandek gapda bu. Ondan maqsadlar bo'ladi. Ondan boshqa izharul farh, ya'ni xushalliqni oshkorlash uchun ba'zi jumla ishlatiladi masalan. Dedim bu bayatdek balam imtihon yuz olgan bo'lsa, ko'rdim, bildim, balam bildi uni. Ya balam yuz olsa, qattiq xushalliq. Shamata masalan ondan boshqa, shamata maqsadi bor. Mening bir qattiq bir dushmanimdan birisi bor. Zolim, fosiq, kofir odamdan birisi bor. U bir qattiq vayron bo'ldi endi. Men deymanki, vayron bo'ldingmi go'y desam degan bo'lsam, uning vayron bo'lganligimdan bilma, mening bildiganligimdan biladi, faqat qanday qilish, shamata qilish, ya'ni xushal bo'lish edi. Dushmanning vayron bo'lganligini xushal bo'lish. Undan boshqa men birisiga o'tirib qonam, qaraslar, har qanday odam o'ladi bu dunyoda. Men ishlar bunda bir yaxshi amallarni qilib, oxiratga yaxshi amallar bilan ketsa desam, kullu nafsin za'iqatul maut degan jumla ishlatsam, bu oyatni mush jumla biladi u har qanday o'ldiganligini. Men bilmayman o'ldiganligini. Demak, bu yerdagi maqsad foydalı xabar, lozim foydalı xabar emas. Bu faqat men va'z. Demak, endi xulos qilsak saboqdashlar, jumlaning asosiy ifodalamoqchi bo'lgan maqsadi ikki. Birisi foydalı xabar jumlaning mazmuni, yana birisi lozim foydalı xabarki, mening shu mazmunni bildiganligim. Mush ikkisi asosiy maqsad jumladan bundan boshqa yana qo'shimcha maqsadlar bor. Har holda jumlaning bir maqsadi bor. Ama onda biz yuqorqi gaplarni birmuncha so'zlashdan zodi maqsad nima desa, qarshi tarafga bizning ko'nglimizdagi muddaoyimizni bildirish. Buni balog'atning birinchi vazifasi shu. Qandoq uslub ishlatsak bo'ladi, qandoq jumla ishlatsak bo'ladi, to'g'rilam jumla ishlatsak va o'zimizning muddaosini ifodalasak, bu biz jumladan bo'lgan maqsadni ado qilgan bo'lamiz. Ya'ni ana o'z qaytarib kelamdi. Maqsad jumladan bizning muddaoyimizni ifodalash. Qanday shaklda ifodalash? Nöt kelib qolsa, gapni ta'tir kelsak bo'ladi. Masalan, Abdur davotida vaqat yunazzalul alim bi fa'idatil xabar va lazimaha manzilatal jahil fayulqa ilayhi al-kalam kama yulqa ilal jahil. Ba'zida cümlenin mazmunini biladigan adam ve cümlenin lazımını biladigan adam degeni mening cümlenin mazmunini o'zi biladi. Mening bildiganligimni nima biladi? Mushtaq odammi jahilning o'rniga tushirilib degan gap cümleni bilmaganga o'xshash muomala qilinadi. O'sha odamga odat normal bu adam cümlenin mazmunini bildigan bo'lg'achqa, mening bildiganligimni bildigan bo'lg'achqa cümleni o odamga deyishning hojati yo'qdi. Lekin biz o odamni bilmaydi deb qarab cümleni deymiz. Fayulqa ilayhil kalam, uningga cümle tashlanadi, deyiladi. Xuddi bilmaydigan odamga deyilgandek. Masalan deyli, bir adam dadasini toza urib o'tibdi endi yo'lda qarasak, o'zining dadasi bo'lmasa, urib dadasini tillab degan ish qilayotgan bo'lsa, biz nima deymiz? Hada abuk. Hada abuk. Qarama iboratga. Bu cümlenin mazmunini o biladi. Bizning bildiganligimizni biladi. Maqsad nima? O dadasi bo'lganligiga, dadasi deganga kuyinish kerak, yaxshilik qilish kerak. Unda ma'murlik uchun, o'zining bilginiga amal qilmagani uchun, o'zining bilganining shu taqozosi bo'yicha ma'murligi uchun biz oranga hada abuk deb qo'yamiz. Bir odam bor namozning farz ekanligini biladi, namozning vaqtining vojib ekanligini biladi, lekin namozni qanchadan kechiktiradi deymiz, as-salat vojiba. U namozning vojib ekanligini biladi-yu, mening bilganligimni ham biladi-yu. Shuningga an deb qo'yamiz. Nimishqa va zalika ashunda qilishimiz uning bilishi, taqozo qilgan, talab bo'yicha ma'mur. Aslida namozning vojibligini bilganlik uchun vaqtida o'qish kerakdi. Odamning dadisligini bilganlik uchun dadisiga yaxshilik qilish kerakdi. Aksicha bo'lganlik uchun biz bunga bilinmagan odamning qatorida xuddi siz dadingiz ekanligini bilmaydigan o'xshaysiz. Bilsangiz, hergiz dadingizga aziyat bermaydingiz siz. Siz namozning vojib ekanligini bilmaydigan o'xshaysiz. Bilsangiz, hergiz unda namozni tark etmaydingiz. Degandek maqsadda gapni deyish orqali bizning muddaoyimiz nima? Ani ashdan cheklash. Ya'ni shu xildimi qo'llansak bo'ldi hatta. Fayanbaghi wal halu hadhihi degan gap ahvol mushtog'an ekan. Wal halu hadhihi degan gap ahvol qanday? Zaten cümleden maqsad qarshi tarafga muddaoyimizni bildirish. Birdan bir maqsad mana shu. Qarshi tarafga muddaoyimizni bildirish o'g'achqa
فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ. Çoğum cümlenin kurulması hacet miktarında kıskartılış gerektiğini, bizning maqsadimiz, muddaayimizni ifodalash yo'lga chiqqan, muddaayimiz ikki bilak bilan ado topsa, ikki bilak mubtada xabar. 3 bilak bilan ado topsa, 3 bilak. Onundan artıq bilakni taqozo qilib qolsa, onun ortidan yana qo'shimiz. Demak, bizning muddaayimiz jumladan qanchalik jumla bilan ado topaman desa, shunchalik jumla qurilmasini ishlatamiz, shunchalik uslubni ishlatamiz. Mana bu balog'at. Mana bu balog'at. Agar muxotab zihni hukmdan xoli va hukm haqida taraddud qilishdan xoli bo'lib qoldi. Degani, qarshi taraf gapni deb o'g'icha qabul qiladi. Odatda zihni xoli degan gap bu haqda hech qanday ma'lumotga ega emas. Degan hamon qana qiladi, ha deb qabul qildigan, tiz qabul qilgan bo'lsa, tabiiyki bunda odamning ahvoli nimani taqozo qiladi, oddiy gap qilsak ham bo'ladi. Muhammad hozir Istanbulga keldi degan jumlani biz bir tunishimizga demakchi. Tunishimiz bu haqda hech qanday ma'lumotga ega emas. Undaq desa ikkilanmaydi, darhol ishonadi bizga. Ha, kaptimi? Ha, deblam maqsad adoludi Muhammadning kelganligini uningga degan bo'laman. Mana odamga deymatcha Muhammad ila Istanbul. Muhammad keldilar desam yetarlik. Muhammad qodim desam yetarlik tugaydi gap. Ama yana bir do'stim bor. Buning zihni hukmdan xoli emas degan bu to'g'ri sozroq ta'tir olsun, olsun bir narsalarni bilib o'yish qilib. Tunugullardan 2-3 kun oldida Muhammad bilan ko'rishgan, Muhammadning yaqinda keladiganligidan kelmaydi deb o'ylaydi bu. Men de ona deymanki, Muhammad keldi desam ishonmaydi. Yo'q, men 2-3 kun burun kurashgan Muhammad bilan hech keladiganning gapini qilmagan, u kelmaydi. Yoki rost kelganmi deganmi deydigan ikkilanish va menda g'alati bo'lib qolsa, men uningga ash ikkilanishni yo'q qiladigan gapni qabul qiladigan shakl deymanki, Muhammad keldi demayman. Voy bilamsa, abzu Muhammad voya kemasmi desam, kaptu juma o deb bunda Uyg'ur tilidagi ta'kidlarni ishlatamiz ya, to'g'ri arab tilidami? Inna Muhammadan qodim. Inni ishlatma uningga. Endi agar muxotabning zihni hukmni inkor qiladigan, ayoq tunugun kurashgan men telefonda qat'iy kelmaydi desa, buningga vallahi Allah'ның namı bilan qasam Muhammad inna Muhammadan qodim deb bunda uni ishondiradigan shakldagi ta'kidlar bilan akilishim bu dal balog'atning taqozosi. Chunki birdan bir muddao qarshi tarafga muddaoimizni bildirish. Jumladan bo'lgan maqsad qarshi tarafga muddaoimizni bildirish bo'lgan ekan, muddaoimiz qanchalik jumla keltirishni taqozo qilsa, shunchalik keltiramiz. Munchilik bilan ado topsa, shunchalik, menda ado topsa, shunchalik. Ta'kidsiz jumlalar ado topsa, ta'kidsiz, bir ta'kidlik jumlalar ado topsa, bir ta'kidlik, ko'p ta'kidlar ado topsa, ko'p ta'kidlik keltiramiz. Shuni olib turdi deyotdi. Agar muxotab hukmdan zihni xoli va shu hukm degan jumla mazmun demakchi. Shu jumla mazmuni haqida taraddudun xoli bo'lib qolsa, hukmni, ya'ni jumlaning mazmunini ta'kidlovchi vositalardan ihojat bo'ladi. Agar muxotab jumlaning mazmuni haqida ikkilangan bo'lsa, jumlaning mazmunini mana talab qilib so'rab, "Voy mushtama" deydigan bo'lsa, uni biror ta'kidlash hasuna, go'zal. Agar muxotab jumlaning mazmunini inkor qilgan muxotab bo'lsa, u mazmun hukmni shu muxotabga inkori bo'yicha, inkorining miqdori bo'yicha ta'kidlashni bo'ladi, vojib bo'ladi. Buning misoli xuddi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Isa alayhisolamning elchilarining hikoyasini so'zlab deydi, bular birinchi qitim inkor qilingan vaqtida bularga inna ilaykum mursalun dedi. Ikkinchi qitimda inna ilaykum la mursalun deb mandaq shaklda tasvirladi. Qur'oni Karimda bu oyat bor, sura Yasinda. Hammanglar bilasizlar. Allah subhanahu wa ta'ala İsa aleyhissalatu vesselam'ның elçilerini hikaye qilib Qur'oni Karimda davatudu Bismillahirrahmanirrahim. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Birinci qitim inkor qilgan vaqtida inna ilaykum mursalun dedi. Ikkinchi qitim inkor qilgan vaqtida anikin Robbuna ya'lamu qasam bilan Robbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun. Bu ikki oyatga qarasak,
avlarning ta'kid qilish ahvoliga qarab turib jumla keltirilyapti. Birinchi qatim avlar inkor bilan birinchi qatim inkor qilgan vaqtida tabiilan inna ilaykum mursalun deb inni bilan jumla ismiya bilan ta'kidlagan bo'lsa, ikkinchi qatim avlning inkori kuchaydi. In antum illa basharun misluna va ma anzalar rahman min shay. In antum illa basharun misluna va ma anzalar rahman min shay. In antum illa takzibun. In antum illa takzibun. Üç cümleler inkar kılıverdi. Avlunun cevabı Rabbuna ya'lam diyen gap. Vallahil azim diyen gap. İnna ileykum lemursalun. Qasam cümlesmiye ve lamı ta'kidledi. İnni mubataqi. Demek inkar kuchaygan siri cümlede onunğa qarşı ta'kid vasıtları qana qildi, köpeydi. Demek bu yerda bir narsani xulosalaymiz. Cümleden asosiy muddao maqsadni ifodalash. Maqsad qanchalik iborat bilan, qanchalik qurilma bilan, qaysi uslub bilan ado topsa, biz shu uslub bilan keltiramiz. Mushuningga asosan xabar, ya'ni jumla 3 qismga bo'linadi. Birinchisi ibtidai. Tabiiy, boshlang'ich, yengil degan gap yana. O'zimi ta'kiddan xoli jumla. Nahnu ilaykum mursalun o'xshash. İkinci qismi talabiy. Yani ma cümle başqalar buni izdinib, so'rab, "Ay, mushtan bu ahvol" degan vaqtda deyiladigan jumla o'g'achqa buni biz talabiy deb ataymiz. U o'simi bir ta'kidni o'z ichiga oladigan jumla bo'ladi. Inna ilaykum mursalun. Innini o'z ichiga oladi. Uchinchi qismi inkari bo'lib, qarshi taraf inkor qilgan vaqtda qo'llanadigan jumla bo'lib, bu o'simi birdan ko'p ta'kidni qana qilib o'z ichiga oladi. Inna ilaykum lamursalun. Inna ilaykum lamursalun degani Robbuna ya'lam inna ilaykum lamursalun. Bu qasam bo'ladir. Bo'lganda bugun darsdan oladigan bir xulosamiz bor. Mayda muhim bir tushunadigan xalq vasalaqdaşlar. Kitobning mazmuni tabiiy tasamas, qiynamasa, bu cho'q masala emas. Muhim masala kalimizni tushunib olaylik. Bir jumlaning maqsadi qarshi tarafga ifoda, bir narsani bildirish. Ondan keyin biz qarshi tarafga muddaoyimizni bildiradigan nimaga ehtiyoj bo'lsa, jumlada shuni ishlatamiz. Bir ta'kidga ehtiyoj bo'lsa, bir ta'kid, ikki ta'kidga ehtiyoj bo'lsa, ikki ta'kid, ko'p ta'kidga ehtiyoj bo'lsa, ko'p ta'kid, hatto jumlani ta'kidsiz keltirishga ehtiyojli bo'lsak, ta'kidsiz keltirish, ta'kidlik keltirishga nimaga ehtiyojli bo'lsak, shu shaklda keltiramiz. Jumlani 10 keltirishga ehtiyojli 10 keltiramiz, ta'kid keltirishni taqozo qilsa, maqsad qanday shaklda ado bo'lsa, shu shakl. Masalan, aqalli bir misol aplaysizlarga. Qashimdagi ma do'stim yomon qo'rqinchoq endi. Men buni baq qo'rqinchoq ekansa desam, o'tmaydi bu darajadan o'tib ketganligini uning qo'rqinchoqligi. Bu gapni nechqin deb bo'ldi buningga. Endi buni qo'rqinchoqligini qattiq tugdidigan yakinligini hozir. Qanday qilamiz? Sen qo'rqinchoq, sen deb o'tib ketgan qo'rqinchoq deb magap ta'sir qilmaydi. Nima deymiz? Voy palvon deb qo'yamiz. Ha palvon, bamislar deb qo'yamiz-ku. Bu ha palvon degan gapimiz aniq nisbatan tigidu jiniga. Çünkü anıga normal gapdan etip ketip oldu. Qo'rqma. Qo'rqmasang olmamdi. Nimda qo'rqinchoq nimisan deb qilinishib ketdi u gapni anglamaydigan gap. Endi uni boshqa uslub bilan. Ma bizning qahramon mao, ma bizning arslan mao desak, qo'rqinchoq odamni andan keyin xijil bo'lib bo'lsa-mu, demak ki hatto ta'tir jumla ishiltish to'g'ri kelsa, ta'tir jumla ishiltimiz hatto. Agar o'ng jumla orqali maslahat olmay qolib qolsa, ta'tir jumla, ya'ni qo'rqinchoqni polvon deymiz, bixilni sixiy deymiz. Mush shaklda masalani o'ngshab, qarshi tarafga o'zimizning ifodalamoqchi bo'lgan maqsadni ifodalayasak, uni qo'llanamiz. Mana bu balog'at. Balog'atning bosh-oxir muddaosi mana shu. Holning taqozzosiga moslashish deganlik biz maqsadimizni ifodalash uchun mushu ahvol nimani taqozo qilsa, jumlada shuni keltirish deganlar bo'ladi. Bugungi darsimiz shuning bir boshlang'ich sifatida o'qildi. Endi dars aralig'imizda biz bayatdan jumlaning ahvolini 3 ga bo'ldik. Birisi ibtidoi, birisi talabiy, yana birisi inkoriy deb. Bu jarayonda talabiy deganimiz bir ta'kidlasak yaxshi, inkoriy deganimiz bir-biridan ko'p ta'kidni o'z ichiga olgan jumla dedik. Endi jumlani ta'kidlash deb bir gap chiqib qoldi. Arab tilida ta'kidlash vositalari qaysi desa, ta'kidlashning 10 turlik, ya'ni 13 turga yaqin nimalari bor, vositalar bor.
ikki yo'li bor ta'kidlashning. Ya'ni ikki yo'lda vosita ishlatmasak bo'ladi, vosita ishlatmasak bo'ladi. Ammo 13 turliki ta'kidlash harflari, vositalari. Masalan, inna hamma bilasizlar, inna jumlani ta'kidlaydi. Buning misollari intayin ko'p. Innalloha alimun hakim. Qur'oni Karimda intayin ko'p. Lam ibtida masalan. Lam ibtida. Albatta mubtidalarninki nimiz keladigan, beshiga keladigan lamla. Buning misollari intayin ko'p. Qasam vallahi shundami billahi fala va rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Bu bunday ayetlar intayin ko'p. Undan keyin damir fasli bilasizlar. Ulaika humul muflihun. Oturdiki hum jumlani qana qiladigan, ta'kidlaydigan shar'an ma shartiya. Hamma bilasizlar. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم يقولون أما ما شكسي تاكيد إفادة تنبيه مربطر ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون مثلا عندك نحو الأقوام حرف زائد لاوا إن أن ما فبما رحمة من الله عندك لنت لهم عندك فبما ذك ما مشهورون زائد مثلا ليس زيد بقائم عندك بعض زائد جملة زائد وكذا يتقي قن حربا ولان هم نسي بكاغ زائد وما يدو Nahviyullah onu grammatik qaidasi noqtasidan zoid degan bilan balag'iyullah hammasiga ma'no beradi, ta'kid rolini o'ynaydi. Undan keyin qat, hamma bilasizlar, qat modiga kiradi, mudoriga kiradi. Mudoriga kirgan vaqtda nima ifodalaydi? Bo'lish ehtimolni ifodalaydi, bo'lishi mumkin, etishi mumkin ifodalaydi. Modiga kirgan vaqtida undan keyin nima ifodalaydi? Jazmiyat, ta'kidni ifodalaydi. Hatto ba'zi vaqtda mudoriga kirsa jazmiyatni ifodalab qo'ydi. Bu jazmiyat harflaridan qatoridan sin sawfatta, kalla sawfa ta'lamun, masalan, kalla sayalamun degan oyatlar hammadan bilamiz. Lan فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه degan lan masalan. Andaki nunni ta'kidla vallahi la af'alanna kaza vallahi la yasunanna degandek jumlalardagi nunni ta'kidla. Ondan keyin nafininki takror ikki qitim qana qilishlari, kelishlar la havla va la quvvata degandek mashakldan takror kelishi. Innama Muhammadun Rasululloh degandagi innamani qana qilgan hammasi ta'kidning vositalari. Haqiqatan bu vositalarni sizlar nahviylarda tafsili o'qib bo'lgan, animayada shu munosabat chiqib qolgan bo'lg'achqa men sizlarga bir qitim takrorlab beraman. Men yuqoridagi 13 adavatu ta'kid deb ataladi, ta'kidning nimalari, vositalari. Ana undan boshqa ta'kidning bir yo'llari bor. Masalan, bir jumla ismiya keltirsak bo'ladi, fe'liya keltirsak bo'ladi. Mushuni jumla ismiya keltirish ta'kidni ifodalaydi. Masalan, qama Muhammad o'rniga Muhammad qama desa, maholatlarda nimani ifodalaydi? Ya'ni jumla ismiya bir ta'kid, fa'ilni muqaddam qilish bir ta'kid deb ikkiga ayiradi. Mohiyat ishkilisi birga hisobda fa'ilni muqaddam qilishmi asli fa'il jumla fe'lning keyinda keladi. Lekin fa'ilni fe'lning oldiga o'tkazib mubtadaga o'zgartirib, buni jumla ismiga o'zgartirib o'tishmi ta'kiddan qatoridir. Shunda bo'lganda biz bayatdan jumla agar qarshi tarafning zehni xoli holati deyilish to'g'ri kelib qolsa ta'kidsiz keltiramiz. Qarshi tarafning zehnida nima bo'lib qolsa, azroq taraddud bo'lib qolsa, savol bo'lib qolsa yoki inkor bo'lib qolsa, buningga shu ahvolga qarab turib 1 2 3 4 5 6 7 taqazo qilsa qanchalik keltirsak bo'ladi, ta'kidlarni keltiramiz jumlada qolasizmi? Shu xil ta'kidlarni keltirgan vaqtda qo'llanilgan vositalar mana hozir degan 13 turli ta'kid vositalari, 2 turli ta'kid yo'llari bo'ldi. Shuning bilan bizning bugungi darsimiz Müşahede toxtayımız. Dersinin axirini inşallah kelay saatlik dersdə axirini düşürümüz. Ve axiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.